Assalomu alaykum ahli vodiy, ahli Toshkent, barcha aziz mehmonlar. Bugun biz Xo'qand Latifdan sizning xonadoningizga teleekran orqali mehmon bo'lib kirmoqdamiz. Assalomu alaykum Hojibek guzariga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlar. Bugun Xo'qand Latifga Toshkentdan aziz Sayfiddin domlamiz va shahrimizni aziz ustozi Ibrohimjon Saydullayev ustozimiz va bir necha olimlarimiz, shoirlarimiz, san'atkorlarimiz, barcha adabiyot muxlislari, Navoiy hazratlarining ijodlariga bo'lgan muxlislar bugun tashrif buyurishgan. Hurmatli prezidentimiz tomonidan yurtimizda tarixiy obidalarni ta'mirlash maqsadida qaror va farmonlar imzolanib, mablag'lar ajratilmoqda. Juda ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Respublikamizning barcha hududlarida bunday ishlar amalga oshirilmoqda. Birgina misol Buxoro shahrida mana Buxoro viloyatida 7 pir manzilgohlari barchasi obod etilmoqda. Naqshbandiya ilmiy markazi tashkillandi. Naqshbandiya maktabi tashkillandi. Bugun olimlarimiz, aziz ustozlarimiz maslahatlashib, bugungi adabiyot kechasi, Navoiyxonlik kechalarini Navoiy va Naqshbandiylik mavzusida olib borishni rejalashtirganlar. Albatta bugungi adabiyot kechalarida, Navoiyxonlik kechalarida bo'ladigan suhbatlar sizlarga ma'naviy hordiq beradi. Chunki yaqinda mana Navoiy viloyatida hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2025-yilni Alisher Navoiy yili deb e'lon qilishni taklif qildilar. O'ylaymanki, adabiyot kechalariga tashrif buyurgan barcha ustozlarimiz, mehmonlarimiz bunday taklifni, bunday tashabbusni guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. O'zlarining manfaatli suhbatlari bilan barchalarimizni, dillarimizni shod etish uchun so'z navbatini Toshkentdan tashrif buyurgan aziz domlamiz, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi, O'zbek tili, adabiyoti va folklori institutining katta ilmiy xodimi, Navoiyshunos olim Sayfiddin Sayfulloh domlamizga so'z navbatini bersak. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz davradoshlar, Hazrat Navoiyning muhib va muxlislari. Bugun yana sizlar bilan mana shu diydorlashib turganimdan xursandman. Bugungi suhbat mavzuyimiz Hazrat Alisher Navoiyning Naqshbandiylik haqidagi fikrlari, mulohazalari, qarashlari haqida bo'ladi. Biz bilamizki, Hazrat Alisher Navoiy yoshlikdan o'sha Sharq mumtoz adabiyotini, arab adabiyoti, fors adabiyotlarini juda yaxshi bilgan, juda qobiliyatli, iste'dodli talaba bo'lganlar va mana shu tasavvuf ta'limoti bilan u kishi deyarli yoshlikdan oshno bo'lib, yoshlikdan bu ta'limotni o'qib o'rgangan ulug' shoirdirlar. Yaxshi bilamizki, Farididdin Attor katta mutasavvif, Hazrat Alisher Navoiy deyarli 4-5 yoshlarda u kishini Mantiqi Tayr degan dostonlarini yoddan bilganlar. Bu degan so'z demakki, Hazrat Alisher Navoiy juda erta yoshdan mana shu tasavvuf bilan, tasavvuf ta'limoti bilan oshno bo'lgan va buni sir asrorlaridan yaxshigina xabardor bo'lganlar. Endi bu tasavvuf juda katta bir ta'limot. Bu tasavvufda bir qancha tariqatlar bor. Hazrat Alisher Navoiy yashagan davrda o'sha Hirotda asosan deyarli Naqshbandiya tariqati juda katta nufuzga ega edi. Hazrat Alisher Navoiy 1476-77-yillar shu 35-36 yoshlarida deyarli Hazrat Abdurrahmon Jomiga qo'l berib rasman Naqshbandiya tariqatiga kiradilar. Va mana shu yoshdan e'tiboran u kishi o'sha Naqshbandiya tariqati mashoyixlarini alohida hurmat
e'tiborga oladilar, ularga yaqindan yordam beradilar. O'zlari ham mana shu Naqshbandiya tariqatini, urf-odatlarini, vazifalarini, talablarini jiddiy bajarishga kiradilar. Endi Hazrat Abdurahmon Jomiy bu o'sha paytda Hirotdagi juda katta shayx edi, u kishi Naqshbandiy shayx edi. U kishining silsilalari o'sha Hazrati Bahovuddin Naqshbandni xalifalari, ya'ni Alovuddin Attordan boshlanadi. Demakki Alovuddin Attor, keyin Mavlono Nizomiddin Xomush, ana undan keyin Sa'diddin Koshg'ariy, keyin Abdurahmon Jomiyga o'sha Naqshbandiya silsilasi bog'lanib, o'sha Hirotga qarab ketadi. Ya'ni bir shoxobcha sifatida. Hazrat Navoiy ham demakki o'sha o'zlarini zamonlaridagi juda katta shoir bo'lgan, katta bir donishmand bo'lgan va Naqshbandiyani ulug' shayxi bo'lgan Hazrati Abdurahmon Jomiy bilan piri murid bo'ladilar. Buni hatto o'sha Xamsatul Mutahayyirinda ham ustozu ham pir manga deb alohida ta'kidlaganlar. Va Hazrat Navoiy o'sha Jomiyning huzurida qanday kitoblar o'qiganliklarini shu Xamsatul Mutahayyirin asarlarida birma-bir sanab o'tadilar. Va ayni paytda mana shu Jomiyning o'z davridagi Naqshbandiya sulugini juda katta shayxi ekanligi, hatto qutbi tariqat deb e'tirof etadilar. Mana shu demak shu davrdan boshlab ustoz shogirdlik, pir muridlik an'anasi bu ikkovlari o'rtasida juda mustahkam davom etgan va Hazrat Alisher Navoiy demak hayotlari davomida ham nazariy Naqshbandiya tariqatini o'zlarining asarlari bilan targ'ib tashviq qildilar, ham mana shu hayotlari davomida Naqshbandiya mashoyixlariga yaqindan yordam berib, ular bilan muloqot qilib, ular haqida hatto xotiralar, tazkiralar yozdilar. Xondamir o'sha Makorimul Axloq degan kitobida Hazrat Alisher Navoiyni tasavvuf va iymon ahlining qiblasi deb ataydi. Bu endi juda katta baho. Va Xondamir aytadiki, Hazrat Alisher Navoiy juda ko'p asarlar yozdilar deb, u kishining asarlarini bir sanaydida tasavvuf haqida deydilar. Ikkita asar yozgan bu kishi, ikkita juda katta muhim asarlari bor. Bittasi Lisonut Tayr, bittasi Nasoimul Muhabbat deb shu ikkita asarlarini tilga oladilar. Demakki mana shu davrdan boshlab o'sha Hazrati Alisher Navoiyning ijodlari, o'sha faoliyatlari davom etdi to umrlarining oxiriga qadar mana shu Naqshbandiya tariqatda bo'lib, demak mana shu tariqatda ham o'zlarini amaliy faoliyatlari bilan ham asarlari bilan davom etdilar va bu tariqatni rivojlanishi uchun juda katta hissa qo'shdilar. Hazrat Alisher Navoiy tasavvufga munosabatlarini asarlarida ifodalaganlar. U kishini Favoidul Kibar devonidagi 306-g'azallari bevosita mana shu tasavvufga bag'ishlangan. U kishi yozadilar: birovga musallam tariqi tasavvuf ki zotida mavjud emastur taxalluf. Tasavvuf rizo ahlidan yaxshi axloq, erur istilohoti zibu takalluf. Tasavvuf emas zuhdu taqvoyu toat ki anda riyo yo'l topar bi tavaqquf. Erur mahz taqvoyu lekin riyosiz ubudiyat sarfu ayni talattuf. Ne el qavlu fiilga andin taaddi, ne haq amru nahyiga andin tasarruf. O'zin o'yla bi ixtiyor anglabon kim, ne qolib taraddud anga, ne taassuf. Qilib haq vujudida mahv o'z vujudin, Navoiy muni bil tariqi tasavvuf. Endi tasavvuf haqida Hazrat Navoiyning o'sha dostonlarida ham, g'azallarida ham, nasriy asarlarida ham juda ko'p fikrlar bor, lekin Hazrat Navoiy mana shu birgina g'azalda tasavvufni butun mazmun mohiyatini juda chiroyli ochib berganlar.
g'azalni endi qisqacha sharhlaydigan bo'lsak, Navoiy Hazrati yozishicha, tasavvuf yo'liga kirgan odam asosan quyidagilariga diqqat qilish kerak ekan. Demak, xilof ishlar, ya'ni shariat, tariqatga zid bo'lgan ishlar qilmasligi kerak. Rizo ahlidan bo'lib, xush axloq bo'lishlik. Chunki tasavvufiy manbalarda at-tasavvufu kulluhu odobun degan hikmatlar ham bor. Ya'ni tasavvufning barchasi bu odobdir. Hatto Hazrat Alisher Navoiy davriga qadar 15-asrning birinchi yarmida Said Qosimiy degan bir shoir o'tganlar. Shu kishi aytadilarki, tasavvuf barchasi pandu adabdir, riyozu sidq birla doim talabdir. Ya'ni tasavvufning barchasi bu pand adabdan iborat. Keyin bu tasavvuf riyozatdan iborat. Sidq, sadoqat bo'lish kerak bunda. Va doim talabdir. Doim o'sha Allohning roziligini talab, o'sha yaxshi, xayrli ibodatlar, xayrli ishlar qilish kerak. Demak, Navoiy ham mana shu baytlarda rizo ahlidan bo'lishi va xush axloq bo'lish kerak deyaptilar. Yana biri zuhdu taqvoy toatida riyo bo'lmaslik. Uning tili va fe'lidan xalqqa zarar yetmasligi kerak. Demakki, tasavvuf ahli da o'sha riyo bo'lish kerak emas. O'zini ko'z-ko'z qilish kerak emas. Manmanlik bo'lish kerak emas. Undan odamlarga biror bir zarar, aziyat yetmasligi kerak. Qo'lidan ham, tilidan ham. Endi yana biri haqning amru nahiylariga tasarruf etmaslik. Ya'ni o'zboshimchalik bilan harakat etmasligi. O'sha haqni amru nahiylari qanday bo'lsa, uni shunday qabul qilish kerak. Hodisalar qarshida taraddudga tushmaslik. Qo'ldan ketgan narsaga afsus chekmaslik. Ya'ni sodir bo'lgan voqealarni hammasini haqdan deb bilish. Endi eng oxirgi o'sha g'azal maqtayida aytadilarki, haq vujudida o'z vujudini mahv etish. Ya'ni Alloh ishqida fano bo'lish. Mana Navoiy hazratlari tasavvufni mana shunday ta'riflaydilar. Demakki, diqqat qiladigan bo'lsak, bu tasavvuf ahli o'sha har jihatdan namuna bo'ladigan bir inson bo'lish kerak. Ya'ni yetuk bir inson bo'lish kerak, komil bir inson bo'lish kerak. Uni har bir harakati, qilgan saxovati bo'ladimi, ibodati bo'ladimi, riyozati bo'ladimi, hammasi deyapti, xolis Alloh uchun bo'lish kerak. O'zini ko'z-ko'z qilish uchun, riyokorlik uchun bo'lish kerak emas deydilar. Endi albatta bu narsa birdaniga qo'lga kiradigan narsa emas. Chunki bu tasavvuf ahllari yillar davomida bular riyozat chekishgan. Yillar davomida harakat qilishgan, yillar davomida g'ayrat qilishgan, ilm o'qishgan, ilmga amal qilishgan, ixlos va muhabbat bilan har bir ishlarini qilib, mana shunday katta bir natijaga erishgan. Imom Muhammad G'azoliyning o'sha mashhur gaplari bor. Ilm kerak insonga, ilmni o'zi yetmaydi, amal kerak, amal ham yetmaydi, ixlos, muhabbat kerak deydi. Tasavvuf mana shunday, demakki, insonni ilmiga amal qilishga va bu amalni ixlos bilan, muhabbat bilan bajarishga undaydi. Hali Nasimiy Hazrat aytgan ekanlar, donistan ilmi din shariat boshad. Din ilmini bilish bu shariatdir. Gardar amal ovvari tariqat boshad. Endi mana shu ilmni amalga keltirsang, ilmga amal qilsang bu tariqat bo'ladi. Gar ilmu amal bajo ovvari az sari sidq bahri rizoyi haq haqiqat boshad. Endi mana shu ilmu amalni ya'ni sidq va sadoqat bilan, muhabbat bilan Allohning roziligi uchun agar amalga keltirsang, bu haqiqat bo'ladi deb aytgan ekanlar. Endi mana shu Mahbubul Qulubda biz bilamizki, Hazrat Alisher Navoiy tasavvufga, ya'ni tariqat yo'liga kirgan kishiga ta'rif berganlar va mana shu suluk yo'liga kirgan kishi qanday bo'lish kerak,
suluk yo'liga kirishni talablari nima, shu haqda ham to'xtalib buni o'sha ilmidan bizni ogohlantirganlar. Aytadilarki, umuman tariqat bu vujud mamlakatini poklamoq deydilar. Inson o'sha o'zini vujudini poklash kerak. Inson jism va ruhdan iborat bo'lsa, uni bir zohiriy ko'rinishi bo'ladi, uni bir botiniy ko'rinishi bo'ladi. Surati bo'ladi, siyrati bo'ladi deydilar. Mana shu suratini ham, siyratini ham inson poklashi kerak. Endi bu o'zicha bo'lmaydi deydilar. Sulukka kirganga piri murshid zarur ekanidan murod shuki, bundan maqsad insonning vujud mamlakatini poklamoqdir deyaptilar Hazrat Navoiy. Ya'ni bir murshid kerak, bir ustoz kerakki, shu ustozni ko'rsatmasiga amal qilib, ta'limotiga amal qilib, aytganlarini bajarib, bu shogird vujud mamlakatini poklashi kerak. Inson yo'qlik olamiga safar qilguvchi deydilar. Bu safar faqat senga yoki menga emas, bu yo'lga kirganga shohu gadoning farqi yo'q. Ya'ni hamma ham yo'qlik olamidan bu dunyoga kelganmi, u kim bo'lishidan qat'iy nazar yana yo'qlik olamiga ketadi. Yana o'ladi deydilar. 5 kun bu omonat dunyoga kelib, zavq-u surur va davlatga mag'rur bo'ladi inson. O'limdan qochib bo'lmaydi deyaptilar. Va vafot qilayotganda birov dastgir bo'la olmaydi, hech kim qo'llab ham olmaydi. O'layotgan insonni hech kim ajaldan qutqarib ham ola olmaydi deydilar. Shuning uchun o'limga tayyorgarlik lozim va yo'l oziqasini tayyorlamaslikning iloji yo'qdir deyaptilar Hazrat Navoiy. Demak, o'limga ham tayyorgarlik ko'rish kerak, o'limga hozirlik ko'rish kerak. O'limga tayyorgarlik ko'rgan, o'limga hozirlik ko'rgan odamdan yomonlik chiqmaydi. Bu odam albatta faqat yaxshilik qilishga harakat qiladi. Chunki u o'limini biladi, o'lgandan keyin hisob-kitob borligini biladi deydilar. Endi aytayaptilarki, mana shu safarda, ya'ni o'lim safarini yarog'i 2 narsa deydilar. Biri solih amal va ikkinchisi axloqi hamida, yaxshi axloqdir deydilar. Biri solih amal, yaxshi amallar. Ya'ni o'sha ibodat, saxovat, nimaiki insonlarga yaxshi manfaat yetkazasan, birovni ko'nglini olasan, bular hammasi solih amal, yaxshi amallar deydilar. Ikkinchisi axloqi hamida, yaxshi xulq, yaxshi odob deydilar. Mana shu 2 narsa bilan deydilar, sen o'sha safarni yarog'ini, safarni o'sha oziqasini tayyorlaysan deyaptilar. Endi nima demoqchilar? Bu mana shu 2 narsa bevosita suluk bilan bog'liq deyaptilar-da. Masala shu. Va uni ammo musofir, ya'ni solikka yo'l qiyinchiligini yengish va tariqat vodiysining shiddatini daf qilish uchun va yomon uqubatlarga oldidan chiqar va ulug' voqealarga sodir bo'lur, boshqarish va mushkullardan olib o'tish komil rahnamo piri murshid kerak. Endi bu tariqat yo'liga kirgan solikka deyaptilar, yo'lda ko'p uqubatlar keladi, qiyinchiliklar keladi, mashaqqatlar keladi, savollar keladi. Endi bu savollarga javob berish uchun, mashaqqatlardan o'tish uchun unga bir rahnamo, bir pir kerak, bir murshid kerak. Va uning irshodi bo'lmay bu yo'lga kirmoqni ulug' avliyolar joiz deb bilmaydilar va bu yo'lga yaqinlashtirmaydilar. Demakki, mana shu Naqshbandi tariqati haqida gap bo'lyapti, umuman suluk haqida gap bo'lyapti. Bu yo'lga o'zboshimchalik bilan kirib bo'lmaydi. Va mana bu yo'lga o'zboshimchalik bilan kirishni avliyolar ham, ulug' zotlar ham joiz deb bilmaydilar va bunga ruxsat bermaydilar deyaptilar. Har qachon musofir ko'rmagan yo'lga rahbarsiz qadam ursa va yetolmagan vodiyga tomon yugursa, uning uchun yo'lni yo'qotmoq, yo'ldan adashmoq ehtimoli bor. Albatta bu yo'lda u adashishi mumkin. Bu yo'lda u chiziqdan chiqib ketishi mumkin. Haligi tushida jinlarni ko'rib avliyo bo'ldim deb da'vo qilib qolishi mumkin. Xullas bu tazkiralarda, valiylarning tazkiralarida bunaqa rivoyatlar juda ko'p. Shuning uchun bu yo'lga kirish uchun albatta bir pir, bir rahnamo, bir yo'lboshi kerak deydilar. Mana Hazrat Navoiyning o'zlari ham shuncha katta ilm, shuncha katta xislat, fazilat bilan Hazrat jomiyni pir, rahnamo deb bildilar-ku.
Bu yo'l mana xuddi shunday bir yo'l. Komil murshidning irshodi, chunki maqsadga yetkazadi deyaptilar. Bu komil murshid gap, lekin shu yerda komil bo'lish kerak, soxta bo'lish kerak emas. Soxta shayx bo'lish kerak emas. U komil murshid bo'lish kerak. O'zi mana shu suluk yo'lidan yetishgan, mana shu tariqatni hamma vazifalarini bajarib, pirda amrini bajarib, shayxlik darajasiga yetgan kishi bo'lish kerak deyaptilar. Mana shunday odam bir komil murshid bo'ladi. Soxta shayx oxirat yo'lining qaroqchisidir deyiladi kitoblarda. Soxta shayx zollu muzil, o'zi ham adashgan va muridlarni ham adashtirgan kishi bo'ladi. Ahmad Yasaviy aytadilar-ki, o'zini shayx olur kulbor xoli, 25 ga yetmay oni soli, nasihatlar qilur piru javonni, o'zi fahm etmayin yaxshi yomonni, alarni yuzini ko'rmangiz hargiz, aningdek la'natidin aylangiz parhiz dedilar. Hazrat Hoji Ahmad Yasaviy. Hazrat Navoiy ham mana shu narsaga ishorat qilyaptilar. Va yana avliyolarki haq yo'liga qadam qo'yibdirlar va talab otini shavq vodiysiga suribdirlar. Komil pirning ruxsatisiz harakat qilmabdirlar. Mana shu tarixga agar qaraydigan bo'lsak, o'sha biz avliyolar deydigan kishilarning hammalari albatta bir komil pir, bir murshidga qo'l berib, bir murshidni o'ziga ustoz bilib, ana undan keyin bular o'sha maqsadlariga yetdilar. Ana undan keyin bular vali darajasiga yetdilar deyaptilar-da. Ba'zida soliklardan 100dan biri zohirda pir murshidi bo'lmasa ham u ilgari o'tib ketgan valilar ruhoniyatidan tarbiyat topib maqsadga yetishadi. Endi ba'zan uvaysiylik degan narsa bor. Endi bir o'sha inson tushida ulug' bir payg'ambarni yo ulug' bir avliyoni ruhoniyatidan tarbiyat topib bir avliyo darajasiga yetadi. Lekin bu 100dan 1 deyapti. Endi bunaqalar 100dan 1, 1000dan 1 bo'ladi. Bu tazkiralarda keladi. Shu uchun bunaqasi ham bo'lishi mumkin ekan, ammo bu juda kamdan kam hodisa bu. 100dan 1 mana shunday bir haliki UIC darajasidagi avliyolar bo'lib yetishadi deydilar. Endi qarang, mana shu Navoiy Hazrat suluk yo'li, tariqat yo'li, mana shu Naqshbandiya tariqati deydilar. Bu yo'l tekis yo'lmi deydilar? Yo'q, tekis yo'l emas. Bu yo'lda nafs dushmandir deyaptilar. Insonning nafsi dushman. Agar o'sha ustozni ko'rsatmasi bilan, ustozi tavsiyasi bilan bu nafsni yengmasa, bu nafs dushmandir bu. Nafs yomonlikka buyuruvchi narsa. Nafs tabiatan shunday yaratilganki, u yomonlikka buyuruvchidir. Qur'onda o'sha Yusuf surasidan keladi. Astaizu billah innan nafsa la ammoratun bis-su'i. Albatta nafs yomonlikka buyuruvchidir. Demak, Alloh taolo nafsi shunday yaratgan va nafsni qandayligini bizga xabar ham berib turibdi o'zi. Endi Hazrat Najmiddin Kubro aytgan ekanlar bir risolalaridagi, bu nafsi kofirdir degan ekanlar. Bu yerdagi kofir degani sarkash, gapga kirmaydigan, ujar, qaysar, mana shu ma'nolarda kelyapti. Nafs mana shunday yaratilgan, shunday bir xilqat deydilar, insonga berilgan. Endi buni deydilar, musulmon qilishing, buni gapga solishing qanday bo'ladi? Usuli qanday? Bu deydilar, ochlik, yalang'ochlik, riyozat, ibodat, saxovat, yaxshi xulq, yaxshi savobli ishlar qilish bilangina deydilar, bu nafsni o'zingga bo'ysundirasan deydilar. Nafsni mo'min musulmon qilasan deydilar. Lekin aytadilarki, ammo deydilar, sen bu nafsga ishonmagin deydilar. 1000 yil bu seni qo'l ostingda mo'min qobil bo'lib tursa ham, vaqti kelsa deydilar, ajdarhoda yana bu boshini ko'taradi. Nafs mana shunday tabiatan yaratilgan deydilar. Endi ikkinchisi deyaptilar, va shayton yo'l to'sar va ikkisi ham ulug' ofatdir deyaptilar. Demakki, mana bu sulukka o'zboshimchalik bilan qadam qo'ymaginki, adashasan, yo'ldan chiqib ketasan. Chunki bu yo'lda ikkita katta dushman bor. Bittasi nafs degan dushman, ikkinchisi shayton degan dushman deydilar. Toki yo'lboshi boshlamasa
va murshid halokatdan qutqarmasa, bu yo'lni bosib o'tish imkonsiz va maqsadga yetish ham mushkul dedilar. Endi o'zligidan xalos bo'lmasdan bu vodiyga qadam qo'ygan mashaqqatlariga yo'liqadi va nafsga tobe va shaytonga o'yinchoq va masxara bo'ladi va riyozati zoyi ketadi deyaptilar. Bu manzilga bir vosita bo'lmasa yetib bo'lmaydi. Muridni maqsadga yetkazuvchi Haq taolodir. Pir va murshid esa bunga vositadir, vasiladir deydilar. Endi bunga bir ajoyib bir misol keltiribdilar. Hazrat naql qiladilarki, shu Shayx Boyazid Bistomiy degan bir ulug' avliyo o'tganlar. Bu kishini bir muridlari bor ekan. Bir kun bu kishilar birgalashib daryodan o'tishmoqchi bo'ldilar. Hazrati Boyazid Bistomiy aytdilar: "Men Alloh deb, suvdan o'tishga o'taveraman, sen Boyazid deb ketimdan kelaverasan" debdilar. Xullas, shayx Alloh deb suvga qadam urdi va muridga Boyazid deb qadam urishni buyurdi. Shu tariqa ikkalasi suv ustida yeldek ketib borar edilar. Nogoh muridning xayoliga keldiki, shayx Allohning zikri bilan bormoqda va meni boshqarmoqda. Men ham uni vosita qilmay Allohning zikri bilan boray dedi. Shu muddao bilan qadam qo'ygan edi, suvga botdi. Shayx qo'lini uzatib bilagidan ushlab suvning sohiliga otdi va halokatdan qutqardi va dedi: "Ey farzand, sen avval Boyazidga yetib ol, undan keyin Tangriga yetmoqni havas qilasan." Unga shunday siyosat qilib irshod shartini bajo keltirdi. Bu yo'ldagi pirlar muridlarni halokatli g'arqoblardan olib o'tuvchilardir. Maqsad shuki, bu yo'lga pirning irshodisiz, ruxsatisiz o'z holicha qadam qo'ymaslik emas, hatto bu xususda gapirmaslik ham kerak. Mana ko'rib o'tganimizdek, demak, o'sha Hazrat Alisher Navoiy tasavvuf haqida ham o'zlarini fikrlarini bildilar va mana shu tasavvufdagi tariqatlardan biri Naqshbandiya tariqatini qanday ekanligi, Naqshbandiya tariqatiga kirgan odam nimalarga amal qilishi kerakligini mana shu kitoblarida aytib o'tdilar. Mana bu ko'rsatuvlarda ko'rib, hamma shahrimizda ham ko'pchilik bahra oldi. Bu ilgari bilmas ekanmiz, bu muloqot televideniyasini mana bu harakatlarini osonlikcha bo'lmas ekan. Bularda ham g'ayrat harakatlari bilan shunday chiroyli ko'rsatuvlar dunyoga kelar ekan. Shularga ham minnatdorchilik bildiramiz. Juda to'g'ri aytdingiz. Haqiqatan ham mana shuncha ijodkorlar juda ham bir zahmatli mehnat ko'rsatishyapti. Albatta har birimiz yoshlarimizni, xalqimizni ma'naviyati, ma'rifatini, ilmi uchun ular ziyoli bo'lish uchun kurashishimiz kerak. Aynan muloqot telekanali ham mana Hasanxon akamiz ilmni qadrlab, ilmli insonlarni qadrlab, e'zozlab, mana shunday bir tashabbus ko'rsatib, adabiyot kechalari, Navoiyxonlik kechalarini efir orqali uzatilishida, garchi bu ko'rsatuvga homiy bo'lmasa ham o'zlari manbani topib bizni qo'llab-quvvatlayaptilar. Kelinglar, ehtirom ko'rsatib olqishlasak, sog' bo'lsinlar. Rahmat. Navoiy g'azali Segoh maqomidan Buxoro to'lqini ijro etadi Muhammaddoro Shirmonov. Majnun shayda qildilar, ko'nglim olg'a chulpari Majnun shayda qildilar, aqli hushimni junun dashtida yag'ma qildilar,
Aklı hışımlı cünün Daşti dayanma kıldılar Özgeçe zulmü diler bile kanun tüker Türfeyirdi türfeyişlerde oldu payda kıldılar Yavrum Türfeyirdi türfeyişlerde oldu payda kıldılar yavrum Hürmeti takva tutar Erdi veli masa otlanır Başıma çapma ok bile Oğlam garasma kıldılar yavrum Ah kim çektim körüp Cevlanını bir ihtiyar Yaşırın işkim kulüsle Aşkara kıldılar Yavrum Yaşırın işkim kulüsle Aşkara kıldılar yavrum Gayrara camile bağlıp kim içirdi meymanyay Hanakahlik gelip bir tamaşa kıldılar yarey Behudu gatil bizimle Riga camnakdin biriyip yavrum İşk bağzaride köyüm türpe savda kıldılar yarey Meni emdi fana Gayride bulmak May baraz yavrum Muğbaca işkim ulus La sırrım ifşa kıldılar yarey Yar vatan dayri çıratavdi Kimsege yok hiç ayıp Gayrı birden navay Bu temanna kıldılar Yavrum Gayrı birden navay Bu temanna
qildilar ay. Hurmatli teletomoshabinlar, bugungi suhbatimizni shu yerda yakunlaylik. Keyingi juma oqshomida Navoiy va Naqshbandiylik mavzusida aynan xuddi shu mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz.